rasman bilan aloqa bilan kartashimizni blok qo'ydi. Shuning uchun sizni birinchi o'rinda karta ochishni hozir blokni ochishimiz. Hammani telefoni bor. O'zingizning nomingizda hammani. Sim karta. O'zingizning nomingiz sizniki. O'sha narsa ochilmasa karta ochib bo'ladi. Ochilganlarni endi ochib beramiz. Bu ariza bor. Ariza to'ldirasiz. Pasport ko'payamiz. Oxirida rasmiy ogohlantirib yozaydi. Bank kartasini hech qanday holatda boshqa shaxsga berilmasin. PIN-kod va SMS keladigan bir martalik kodlarni hech kimga bermang. Shubhali telefon qo'ng'iroqlari va internet faollari orqali shaxsiy ma'lumotlarni kiritmasin. Faqat ishonchli va rasmiy internet sahifalari orqali amaliy harakatlar qilish, tovarlarni olmasdan turib begona shaxslarga olib darhol bankka yoki sektor raqamiga qo'ng'iroq qiling deb xabarlarni o'tkazildi. Shu Isrof viloyatida 2,5 trillion so'm fuqarolardan